bu dizayn birinchi marta bu kanalimizda chiqishi. Dizayn kiritdik o'zimiz, xudo xolasa yarmi bir bu narsani o'zimiz egalab kelishgan holatda maslahatlashib qildik. Bizga bu narsa kerak emas dedilar. Ozgincha yangilik qildik. Bu yerga oldiga mana bu joylarga ko'rtirgan Versace gullardan o'ydirib berganmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustidan bepul. Koziroqlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bir faqatgina vodiy bo'ylab dastavka ustidan. Sababi mana shu. Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana navbatdagi obyektimimizni ishlarini tayyor qilib, erta tongda Ostonovkaga yetib kelganmiz. Bu manzilimiz Farg'ona viloyati Quvaga zakazga tayyorlab berilgan yangicha dizayn, yangicha uslubdagi naveslarning bittasi bo'ldi. Neoklassiko variantdagi va bizdan oldin darvozani qo'yib ketishgan ekan. Ozgina o'zimiz hamkasblarga e'tiborli bo'lishlarini so'rardik. Sababi nerjavekani yopishtirib berib ketishgan. Birinchidan yaxshi yopishtirish olmagan va 4 sm profil tegsa 4,5 sm nerjaveka yopishtirib qo'yishgan va har kirganlarda kiyimlarini ilib yirtib va qo'llagan holatlar bo'lib qolayotgan ekan. Xudo xolasa biz buni o'rniga nerjaveka, haqiqiy toza nerjavekadan mana shu joyga qo'lini olib tashlab shundan o'rnatib beramiz. Yana bir ikkita detallari ham egalarga yoqmagan joylari bor, lekin uni to'g'rilash imkoni yo'q. Shuning uchun ozgincha hamkasblar ozgina ishlarga mas'uliyatli bo'lsa, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Egalarni rozi qilsanglar, shundan keyin sizlar ham pullardan baraka topasizlar. Xo'p. Navesimizni ko'rib turganingizdek, tayyor holatda olib kelganmiz. Ustunovkani xudo xolasa qilamiz va sizlarga to'liq obzorlarni qilib beramiz. Bu navesimiz o'zi ancha ish ko'proq, shuning uchun ishxonani tayyor qilib, bu yerga faqat kelib joyiga elib tepalarni yopib beramiz. Tepa qismi mokras va Lexandan qilib yopib beramiz. Fetelex firmani 15 yil garantiyali va Lexanlardan. Xudo xolasa video davomida yana Ostonovka jarayonlar va mayda-chuyda detallargacha inshaalloh tushuntirishga harakat qilamiz. Videoni kuzatib boring. Mana ishlarimiz xudo xolasa yarim ishlarni yakunlab qoldik. Xudo xolasa bitta stoykani o'rnatdik va inshaalloh ikkinchi stoykasini o'rnatamiz va tepa qismiga Lexanlarni tashlab sizlarga yana bir to'liq obzor qilib beramiz. Mana bir necha soatlik mehnatdan keyin navesimizni ham Ostonovka bo'ldik. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar, fikrlarni bildirib o'tasizlar. Hop, navesimizda endi birin-ketin razmerlari haqida va material haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Undan oldin bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu dizayn birinchi marta bu kanalimizda chiqishi, videoni birinchi marta qilishimiz va bu navesdan birinchi marta qilishimiz shu naves haqida. Bu asli Toshkent Primukhovkadan uy egalari bizga olib turib tashlashdi. O'zi aslida bu naveslar 1 kvadrat metr $150 qilinayotgan, lekin biz arzonroq variantda nimaga mehnat o'zimizdan chiqadi. Inshaalloh hammasi birga bir luks kopiya qilib qilingan. Faqatgina ozgincha yangilik qildik. Bu yerga oldiga mana bu joylarga ko'rtirgan Versace gullardan o'ydirib berganmiz. Avval o'zini videosida, rasmida bu gul o'zi bo'lgan. Bu narsani o'zimiz egalab kelishgan holatda maslahatlashib qildik. Bizga bu narsa kerak emas dedilar. Men bitta variant qilib okaga ko'rsatdim. Okaga ma'qul bo'ldi. Xudo xolasa ishlarimiz juda chiroyli, skromniy holatda chiqdi. Va ko'rib turganingiz tepa qismiga darvozani yopishtirgan nerjavekaga moslab turib, tepalarga ham nerjavekalardan yopishtirib berganmiz. O'zi bu yerda ham boshqa narsa bo'lishi kerak edi. Ozgina yana bir ishlarimiz ustida yondashdik va dizayn kiritdik o'zimiz. Xudo xolasa yarmi bir rasmiy qarab qilganmasa, yarmini yangilik qilib turib, xudo xolasa kiritdik. Inshaalloh xudo xolasa yana boshqa naves kerak bo'ladigan bo'lsa, rasm bo'lsa bo'ldi. Bizni kanallarimizda ko'rmagan bo'lsangiz yoki videolarimizda ko'rmagan bo'lsangiz, qaydadir boshqa videolarda yoki masalan rasmlarda yoki qaysi joylarda ko'rib turgan naveslarda bo'lsa, birga bir kopiya qilib, rasm bilan bir xil qilib turib yasab bera olamiz, xudo xolasa. Hozir bu manzilimiz aytib o'tganimizdek Farg'ona viloyati Quvaga zakazga tayyorlab berilgan. Kimlarga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqib olasizlar. Endi 3 oylab, 4 oylab Primukhovkani kutib o'tirishingiz shart emas. Bemalol pastga aloqa chiqing. 20 kun, 25 kunda ishingizni bitirib beramiz. Vodiy bo'ylab. Voha taraflarga bo'ladigan bo'lsa 30 kun, 35 kun yo'l hisobiga shunaqa vaqtda ketib qoladi. Xo'p, darvozalarimiz O'zbekiston bo'ylab dastavka ustidan bepul. Koziroqlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bir faqatgina vodiy bo'ylab dastavka ustidan. Sababi mana shu naves ustida hozir mana ertalabdan 4 kishi obedgacha mehnat qildik. Ya'ni bir kishi bilan bitmaydi. Darvozani bo'lsa yarim soat, 1 soatda 2 kishiga bo'ladi. Shuning uchun naveslarimizga vodiy bo'ylab faqatgina dastavka ustidan bepul. Boshqa viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsa, dastavkasini joylariga razmerga qarab kelishiladi. Hop, naveslarimiz razmeri eniga 4 metr bo'ldi. Oldiga chiqishi, eng oldiga chiqqan holati 420 bo'ldi. Oldiga chiqishi.
kimgadir uzunroq variantda kerak bo'lsa, yana ham uzunroq yoki bo'lmasa kichikroq variantda bo'lsa, kichikroq yoki bo'lmasa osma holatda, endi ko'chani holatda kiyib chiqib, qanaqa variantdagi naves bo'lsa, e, qilib tayyorlab beraveramiz. Bu navesimizni darvozaga mos kelib turib, mokra sotsetda kraskalarning o'ziga ham 3 yil garantiyalari bor. Archinet to'qimaydigan kraskalardan qilingan, banchlik kraskalardan sepilgan. Xudo xolasa ishlarimizni sifatlari yoqqan bo'lsa, bemalol buyurtma berib berishingiz mumkin. Ishlaringizni sifatli, tez qilib tayyorlab beramiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol pastdagi bilan aloqa chiqaverasizlar. Ishlaringlarni birga bir luks qilib tayyorlab beramiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bizdan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan-da yaxshiroq, bundan-da sifatli yangi ishlarni chiqarishingizga davom etamiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarini aloqaga chiqsanglar, joylarni razmerlariga qarab kelishadi. Sababi razmer katta kichikligiga qarab razmerlari ozmoz farq qilishi mumkin. $10-15 farq qilishi mumkin. Uni aloqaga chiqsa, batafsil telefonda kelishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.